Hop. Dadamlar ko'p aytadilar, haligacha aytadilar. Dadamlar mahallada rais bo'lib ishlaganlar. O'sha paytda er xotinlar urushib kelib qolsa, eri bilan alohida xonada, xotini bilan alohida xonada gaplashar ekan. Eri bilan alohida xonada gaplashgani kirsalar, haligi eri xotinning kamchiliklarini aytsa, shunaqa haligi o'ziga qaramaydi, idishlari yaxshi yuvmaydi, bolalarga qaramaydi, uyi toza saqlamaydi, hokazo juda ko'p kamchiliklari aytsa, haligi shunaqangi fikr kelar ekanki, bunaqa xotin bilan qanaqa yashab yuribdi ekan, ertaroq ajrashadigan holat ekan-ku degan fikr kelar ekan o'zlariga. Keyin chiqib boshqa xonada yana xotini bilan gaplashsalar, haligi xotini aytgan kamchiliklari eshitib o'sha yaxshi pul topmaydi, ro'zg'ori eplamaydi, uylar remonti yaxshi emas, bolalarga vaqt ajratmaydi, hokazo degan kamchiliklari aytsa, shunaqangi kamchiliklarni eshitib, bunaqa yer bilan qanaqa yashab yuribdi ekan, ertaroq ajrashish kerak ekan degan fikr kelar ekan hayollariga. Shuni doim misol keltiradilar. Hozir ham meni o'zimga ham juda ko'p takrorlaydi. O'g'lim, oilangiz mustahkam bo'lishi uchun, oilani yaxshi saqlash uchun shunaqangi faqat kamchiliklar ko'rilmaydi. Kamchilik sizda ham bor o'g'lim, menda ham bor o'g'lim. Qidirsa hammadan chiqadi. Shuning uchun ilojini boricha yaxshi tomonlari qidirishga, yaxshi narsalar ko'rishga harakat qiling-da. Yomonliklari o'zingiz vaqt davomida sekin aytib tarbiyalab tuzatib olasiz deb aytadilar. Mana shu o'gitmani hozirgacha aytib keladilar. Shuni ham mana sizga aytdim. Foydali bo'lsa, like bosasiz.